Dilfuza, kecha tilim ozgina o'shgandek bo'ldi. Kechki payt bilmadim nimadan. Ertalab tursam, yuzim shunaqa qiyshayib qoldi. Shuning uchun oldingizga keldim men. Videolaringizni ko'rib. Unda sizni tekshirib ko'ramiz. Qoshlaringizni ko'taring. Ko'zlaringizni yuming, qattiq yuming. Tishlaringizni ko'rsating. Og'zingizga havo to'ldiring. Sizda yuz nervini chap tomonlama nevropatiyasi kuzatilyapti. Buni davolash uchun ma'lum bir dorilar beramiz. Hozir yozib beraman sizga ularni. Undan tashqari, bu yerda albatta kerak massaj, nervni stimulyatsiya qilish, igloterapiya qo'shimcha yordam beradi. Igloterapiyani qayerdan olsam bo'ladi? Sizdan olsam bo'ladimi? Ha, bizda bu muolajalar qilinadi. Qatnashishingiz mumkin. Nerv stimulyatsiya dedingizmi? Nima degani u? Ya'ni NMG orqali nervni stimullanadi. Ya'ni ketma-ket beriladigan toklar orqali tokni kundan kunga oshirib borib, nerv o'tkazuvchiligini yaxshilaydi. Qanchada yaxshi bo'lib ketadi yuzim endi? O'zi 6 oygacha tiklanish davri deyiladi. Lekin kasallik qanchalik tez davolanish boshlansa, shunchalik tez tuzaladi.